bolani mashaqqatlarini, bolani kirlarini, bolani oziqlantirish degan taklifotlarni, aziyatlarni hammasini ona ko'taradi. Xuddi ona chekkan mashaqqatga o'xshagan mashaqqatni albatta ota ham ko'taradi. Ota ham shu mashaqqatlarni qilib, bolasini uylantirib, joylantirib, uy qilib chiqarib olgungacha juda katta mashaqqatlarni tortadi. Lekin nima uchun Xudo taolo onani mehnatini bayon qiladi-yu, otanikini gapirmaydi? Ikkoviga ham yaxshilik qilishga buyuradi-yu, orqasidan faqatgina onani mashaqqatini gapiradi. Otanikini gapirmaydi deb o'xshatarganlar. Chunki bolaga nisbatan onani qilib turgan mehnatlari bola aqli yo'qligida bo'ladi. Bola uning katta bo'lganda eslanmaydi uni. Ishtonlarni onasi yuvganini, kechqurunlari qiynalib turib emizdirganlarni eslanmaydi. Ammo otaning mehnatini uylar qurib, mehnatlar qilib, atrofini mashinalar olib berib, dunyo bilan obod qilgan vaqtida o'zi ko'zi bilan ko'rgan, uni aytishda hojati ham yo'q degani. Aytmasa uni o'zing bilib ko'rib tursan otangning mehnatini, ammo onaligini ko'rmaydi. O'shaning uchun Xudo taborak va taolo onaning mehnatini eslatib qo'yadi. Endi Zulfiqor Ahmad Naqshbandi bir go'zal bir narsani aytadi. Buni ko'p marotaba aytganmiz. Aytgan gaplar deyarli hammasi takrorlangan gaplar. Bu kishi aytadilarki, menga ham asr bo'lgan kishilardan bittasi uylanib turib, xotinlik bo'lganidan keyin xotin erni otasi bilan onasiga xizmat qilishdan qochib, erni qulog'iga pichir qilaverib, oxiri bulardan bezdirib, alohida uy qilib chiqib ketishlikka taklif qildi. Ya'ni men kampir otang bilan onangning xizmatini qilmayman. Men bilan yashash niyating bo'lsa ajrab chiqin dedi. Xullas, xotinning gapiga laqa ishongan er shahardan ijara uy oldi. O'zi qishloqda yashayotgan edi. Shahardan ijara uy olishib, Saudiyadan Makka mukarramada bir qandaydir bir tijoratni yo'lga qo'yib, xotini ijarada o'tirgan uyda qolaveribdi, bu o'z Makka mukarramaga jo'nab ketibdi. Tijorati yaxshi, o'sha ko'rganimizdek, bilganimizdek, hammasi hindistonlik, bangladeshlik odamlar tijorat qilyapti, shunga o'xshab yo'lda do'kon ochib, tijorat qilib, molni topib, xotinga jo'nataverar ekan, xotin uyni quraverar ekan. Shu asnoda 12 yil o'tib ketibdi. 12 yilda xotiniga bir marotaba telefon qilib, kampir ayol bilan dadamdan xabar olib qo'ygan gap aytmas. 12-yil Zulfiqor Ahmad Naqshbandi aytadilarki, Baytullohni tavof qilib yurgan vaqtlarida shu odam Zulfiqor Ahmad Naqshbandining zohiriy go'zalligini, jamolini ko'rib, nurini ko'rib turib, shu odamdan bir maslahat so'rasam bo'lar ekan, ziyorat qilsam bo'lar ekan deb hali bola kelib qullar bu kishi bilan muloqot qildi. Shunda bir gap aytdi. Hazrat debdi, men 12 yildan beri mana shu yerda yashayman. 12 yildan beri tijorat bilan mashg'ul bo'lsam, 5 vaqt namozni haramda o'qishga harakatini qilaman. 12 yildan beri meni haj qilmagan yilim yo'q. Mana shu 12-yil haj marotaba haj qilishim. Lekin ibodat qilib lazzat topolmayman shu yerda. Duo qilaman, duolarimga ijobat bo'lganini bilmayman. Dunyo topaman, dunyo topaman, mazza qilmayman. Nima ekan sababi deb mendan so'rab qoldi. Zulfiqor Ahmad Naqshbandi valoyati borligi uchun aytgan ekanlar. Sen birorta odamning ko'nglini og'ritgan bo'lsang kerak dedilar. O'shada xatib aytdiki, taqdir og'ritganda men eng qimmat baholarda ko'nglini og'ritganman. Otam bilan onam tashlab ketganman, 12 yildan beri men bir marta xabar olgan odam emasman. Bu shaytlar bo'lmasa senga ortiqcha haj qilishga hojatim yo'q ekan dedilar. Hajni yarmida tashlab o'tib ketib boraver dedi. Bor ular bechoralari ko'nglini ol dedi. Bu bola kelganda o'zini shahriga yetib Karachida yashar ekan. O'sha Karachiga tushib shaharga o'zini qishlog'iga borayotgan vaqtida to'g'ri otasi bilan onasi yashaydigan uyga borishdan xijolat bo'lib qo'rqib, qishloqning boshida butga ochib o'tirgan bir odamdan falonchi bova bilan falonchi xolani taniysizmi deb so'radi. So'rasa ular taniyman, hamma taniydi dedi. Ular bir badbaxt o'g'li bo'lardi dedi. 10 yillar o'tib ketish kerak, ketib o'rgan dedi. Bechora dadasi yig'lab yurib bo'lib ketdi dedi. Shu onasi qolgan dedi. Qayerga borsa birorta maraka bo'lsa ham o'g'lini otini aytib yig'lab, oxiri shu ayol ko'zi ko'r bo'lib qoldi dedi. Bir joyda yotadi dedi. Bir joyda yotadi, qo'ni-qo'shni xotinlar bir oziq-ovqat qilsa, xabar olsa, shukr qilib yeydi-yu, bo'lmasa sabr qilib yig'lab yotaveradi dedi. Keyin shu yerda xullas uyga ketdi. Eshikni sekin g'ijillatib ochsa, onasi hindlarda oddiy karavotda bo'ladi, naqangi kanopdan to'qilgan. Kanopdan to'qilgan karavot osmonga qarab termilayotgan ekan. Eshikni g'ijillagan, eshikni ko'zi ko'r, ona ko'rmaydi. Kim u dedi. Sekin borib, ayajonman dedi. U yerda hozir o'g'lim belgini tutguna dedi. Bezini tutib olib, sog'inib yotgan bolasini faqat cho'lpillatib o'par ekan bu. Ayajon, men ko'zim ko'ragan, men siz qilgan yaxshi mehnatlaringizni bilmasman, xotinimni gapiga kiribman.
Meni kechirdingizmi dedi. Desa, o'g'lim seni kechirib yuborganman dedi. Zulqon Ahmad Naqshband mana shu o'zim bilgan, mana shu o'zim ko'rgan odamning voqeasi. Bu gapni biz nima uchun aytamiz? Onani kechirimligi haqida gapiradi. Dunyoda sizni yaxshi ko'rgan xotiningiz dunyoyingiz borligi uchun yaxshi ko'radi. O'g'illar ham, qizlar ham hammasi siz ularga qasrlar, uylarni qurib berganingiz uchun, yaxshi mashinalarga ega mindirib qo'yganingiz uchun yaxshi ko'radi. Ammo ota bilan onani fazilati shu yerdaki, birinchi nomerli iflos bo'lsa ham sizni yaxshi ko'raveradi. Siz o'zi yaramas bo'lib butun mahallani bolasini buzib yuborgan bo'lganingizda ham Kamol o'zini yaxshi ko'rgandan bolam yaxshi-yu ulfati bizni deb qo'yadi. U ham sizga bo'lgan mehr muhabbatidan kelib chiqadi. Bu bir nasihat dedi. Ikkinchi meni shu voqeadan ibrat olgan narsam shuki dedi. Shu bola necha yil otasi bilan onasiga oq bo'lib, bularni dunyoda xor bo'lib yashashiga, och qolishiga, chanqab qolishiga, ko'zlarini ko'r bo'lishiga sabab bo'ldi-yu. Shuncha musibatlardan, aziyatlardan keyin kelib eshigini ochib, "Ayajon, meni kechirdingizmi?" deganda, "O'g'lim, seni kechirib yubordim" deyaptimi dedi. Xudo taborak va taoloning rahmati ota bilan onanikidan ko'ra nimaroq, kengroq, uniki ko'proq. Dunyoda qancha gunoh qilsangiz ham Xudoning rahmat darvozasini eshigini ochib Xudo kechirib yuboradi dedi. Sizdan kelish bo'lsa bo'ldi. Sizdan tavba qilgan deb chaqirgan vaqtida istig'for aytib kelsangiz ham bo'ldi, Xudo taborak va taolo sizni kechiraveradi dedi. Endi bu o'tirgan marosimimiz farzandga aloqador bo'lganligi uchun yana takrorlangan, yaqin bir 15 marotaba takrorlangan gaplardan bir Muhammad Taqiy Usmoniy Damat barakatuhuni Alloh taoloning oyati, biz ko'p marotaba eshitgan oyati karimaga aytgan bir tafsirini aytib tezda inshaalloh suhbatni yakunlaymiz. Xudo taborak va taolo Qur'oni Karim azim sha'nida aytadi: "Auzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara." Ko'p eshitganmiz. Ey iymonli zot, o'zingizni ham, uyingizdagilarni ham, bola chaqalarni ham o'tdan saqlang. O'zbekcha qilib tarjima qilingan oddiygina qilib ey iymon keltirgan zot, bir zotlariki iymon keltirganlar deb qo'yilaveradi-yu. Lekin buni ishqiy ta'sirini hech kim qilmaydi deydi. Bunda ishqiy ta'sir bor. Bandaga qilyapti Xudo taolo bu xitobni, ey iymon keltirgan zot degan xitobni yo'qdan bor qilgan zot. Bizning rizqimizga, jonimizga, hammasiga kafil mutasaddi bo'lgan zot xitob qilyapti. Oddiy bir banda o'ziga o'xshagan bir bandani chaqirib turganda ikki xil qilib chaqiradi. Uni oti Zokirjon bo'lsa, ey Zokir deb chaqiradi o'g'lini, ota. Yo bo'lmasa ey o'g'lim deb chaqiradi. Ey o'g'lim degan mehr muhabbatlik nidolar ifoda qilgan narsani ey Zokir hech qachon ifoda qila olmaydi deydi. Ey o'g'lim degan bu iliq nidoni ostida ey ko'zingni och, seni yo'qdan bor bo'lishingga men sababchi bo'lganman, men bo'lmaganimda sen undan bo'lmasding degan o'rtadagi eng yaqin aloqani farzandi yodiga solib turib keyin xitob qiladi. Xuddi shunga o'xshagan agar siz bilan bizdagi bor noz ne'matlarning ichida iymondan ko'ra qimmatliroq narsasi bo'lganda, boyvachchada Xudo chaqirgan bo'ladi. Yo'q, Xudo taolo siz bilan menda bor sifat uchun eng qimmatli iymon bo'lgani uchun ey iymon keltirgan bandam, ko'zingni ochgin, yo'qdan bor qilgan men bo'lmaganimda sen bo'lmasding. O'zimizning o'rtamizda banda xudochilik degan aloqalar bor degan eng yaqin aloqani yonimizga solib turib keyin xitob qiladi. Bir vaqtlar yer yuzida Shabbir Ahmad Usmoniy degan odam tirik turardi deydi. Shabbir Ahmad Usmoniyni maqomi shu darajada ulug' maqom bo'lgan. Dunyoda zabardast boylar yashab o'tgan. Dunyoda qasrlar qurgan, podsholar yashab o'tgan. Lekin ular Xudoning yodida bo'lmaganligi uchun ularning yodi ham yer yuzida qolmagan. Ammo kim Xudoning yodida turgan bo'lsa, uni puli bo'lmasa ham, uni davlati bo'lmasa ham, haligacha insoniyatda butun jahonda yodida turaveradi. Shabbir Ahmad Usmoniyga Xudo taolo karomat bilan, valoyat bilan shunday ulug' maqom bergan, podsholar kirib kelganda o'rnidan qimirlab qo'ymasdi. U odamni otini aytishga hech kim jur'at qila olmasdi. Hazrat Alloma deb aytishardi. Hazrat Shayxul Hadis, Shayxul Islom deyiladi dedi. 48-47 yilga yaqin o'tgan odam. Shunday davrda podsholar kelganda o'rnidan qimirlab qo'ymaydigan Shabbir Ahmad Usmoniy bizga kelganda qarigina 80 ga 85 ga kirgan enam oddiygina qilib yelkasiga o'tirib, "O'g'lim, kelyapsanmi?" deb qo'yardi. Alloma Shabbir Ahmad Usmoniydan yodgorlik qolgan gap shuki, yer yuzida shu kampirdan boshqa ey o'g'lim deb chaqiradiganim yo'q uchun shekka kelaman dedi. Meni o'g'lim deydiganlarim hammasi dunyodan o'tib ketgan dedi. Taqiy Usmoniy aytadiki, xuddi shunga o'xshagan Allohdan boshqa biz ey iymon keltirgan bandam deb chaqiradigan hech kimimiz yo'q. Sa'di rahmatulloh aytgan ekan, aziziki, har kas darash sar bitos, bahar darku shud hech izzat nayofti. Xudo shunaqangi izzatli zotiki, shu zotning darvozasini tashab boshqa darvozaning hammasiga boring izzat topolmaysizlar deydi. Siz bir odamni oldiga chaqirilganda keling deganda noz qilib ketib olsangiz bo'ladi. Qachon bo'ladi? Qachon shu darvozadan boshqa boradigan joyingiz bo'lsa keyin bo'ladi. Xudodan boshqa boradigan joyingiz bo'lganiga hech noz qilish hojati yo'q deydi.
Ey iymon keltirgan bandam, mana deb turib Xudo taoloning endi qiladigan hisobiga quloq qilingan edi. Ey bandam, bu gapiriladigan hitoblar hammasi muhabbatdan kelib chiqyapti. U yoqda aytiladigan gaplar kamoli senga rahmim kelganidan, seni yaxshi ko'rganimdan aytyapman degan gaplarga ishora qiladi. Endi u yoqda nima deydi? Ey iymon keltirgan bandam, o'zingni ham, bolangni ham bundan saqlagin deb aytyapti. Aslida deydi. Ey odam, ey iymon keltirgan musulmon, o'g'lingga ayt, Xudodan qo'rqadigan bo'lsin degan gapida u aslida deydi. Qizingga ayt, ishton kiyadigan bo'lsin degan gapida deydi. Qizingga ayt, boshiga ro'mol o'raydigan bo'lsin degan gapida u deydi. Bolangga ayt, haromdan parhez qiladigan bo'lsin degan gaplar. Nima uchun Xudo taolo hammasini yig'ishtirib kelib turib buni qu anfusakum va ahlikum naro deb turibdi. O'zingizni ham, bolangizni ham, xotiningizni ham o'tdan saqlang deyapti. Shuning uchunki har dangasa musulmonni ham nima uchun bolangni namozxon qilolmading? Nima uchun xotiningni ro'mol o'raydigan qilolmading desangiz, aytsan qilmasa nima qiladigan bahona hamada ham bor deydi. Ey o'g'liga ayting Xudodan qo'rqadigan bo'lsin desam, Nuh alayhissalom ham bolasini da'vat qilib musulmon qilolmagan ekan degan gapni aytgan dangasalarni eshitganman. Men ularga aytardim deydi. Sen ham Nuh alayhissalomga o'xshab oldin Xudoning yo'liga chaqirib qo'yguncha, keyin qilmasa sen ma'zur bo'lasan deydi. Endi o'tdan saqlagin bolangni ham o'zingni ham deyish bilan bizga shunga ishora qilyapti. Hali nasihat qil degan gapni o'rniga o'tdan saqla deyapti. Ishoralar, dalolatlar nimaga dalolat bo'lyapti? Shunga qaratyaptiki, dunyoda o'ti olovi go'zal bo'lib yonib turgan vaqtida uni zohiriy go'zalligiga ishqiboz bo'lib bolacha yugurib ketyapti deydi. Agar bolacha emas, kattaroq odam tushsa ham bir sekunddan ichiga tushib qolib qoladi. O'sha kichkinagina bola o'tga zohiriy go'zalligiga mahliyo bo'lib uni kuydirishdan bexabar yugurib ketayotgan agar haqiqiy ota bo'lsangiz, bolam o'tda oldiga yugurib bormasin, ichiga tushsang jizg'anaging chiqib qoladi degan gapga kifoyalanasanmi deydi. Dunyo o'tida shu muomalaga kifoyalanmayapsiz. Orqasidan tushib olib, yugurib borib, ushab turib, qo'ldog'ingizga olib, uni quchog'ingizga o'tkazib qo'ysangiz, keyin xotirjam bo'lyapsizmi? Do'zaxda oloviga kelganda ham bolangizga shu muomalani qilmasangiz, o'zingizni o'sha do'zaxda kuydirib yuboraman degan gaplarga ishoralar qiladi bu. Dunyo muomalasiga kelgan ushaysiz, namozxon bo'lmaguncha xotirjam bo'lmaysiz. Xotiningiz ro'mol o'ramaguncha xotirjam bo'lmaysiz. Ishton kiymaguncha xotir, bunaqa ishton degan gaplarni gapirsangiz, odamlar bor, madaniyatli, sivilizatsiya odamlar bor. Dasturxonni tepasida gapiradigan gapini qara deydi. Vaholanki men gapirishga nima uchun or qilaman? Sen ishton qilib ko'chada yurishga sen or qilmaysan-ku. Sen Xudo halol qilgan noz ne'matni oldiga Xudo harom qilgan aroqni olib qo'yapsan. Sen or qilmaysan. Men dasturxon tepasida nima uchun shariat ahkomini aytishga men or qilishim kerak? Keyin Hazrat Muhammad Taqiy Usmon aytadilar. Endi mana shu qisqacha tafsir. Lekin bir gap aytadilarki, bir odam menga o'g'lini maqtadi. U odam tahajjudlarga turib namoz o'qigan, 5 vaqt namoz o'qimaydi, u tahajjudga ham turadi hatto u. Imomda orqasida salla o'rab birinchi safda o'tiradi. Lekin shu odam o'g'lini maqtay turganda menga aytayapti deydi. Bu nomlar aytib turgan Muhammad Taqiy Usmoniy islom banklarini yer yuzida Shveysariyada birinchi bu kishi muassisi. Hozir ham tirik. Dunyoning har qanday katta banki musulmonlar bilan aloqa qilishni xohlasa, Muhammad Taqiy Usmoniy bilan bu avval aloqa o'rnatib olish kerak o'sha bank. Keyin musulmonning boylari, Xudodan qo'rqadigan boylar albatta o'sha bank bilan keyin muomala qilishga o'zini rag'batlantiradi. Xullas, shunaqangi odamlar bilan shunaqa odam bilan gaplashtirsam menga aytayapti, Hazrat menga Xudo taolo bir ajib o'g'il bergan. U qo'lini qayerga tushirsa yetadi. Siz ko'rgan shu Shveysariya banklarida pullari bor. Uyga borsangiz mehmon bilan obod. Rosa maqtab avjiga chiqqanda to'g'ri o'g'lim iymonli bo'lalmadi-yu dedi. To'g'ri o'g'lim ibodatda bo'lalmadi-yu degan ekan o'sha zahoti to'xtatdim dedi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bitta sifatlari bir odam gapirib turib nohaqqa o'tib ketib qolgandan keyin yo turib ketib borarkanlar, to'xtatarkanlar. Bizlar lagandordorlik qilib, ta'limni qilib eshitib o'tiraveradi. Oddiy shu gap uchun men to'xtatdim dedi. Sen aytgan bu badbaxtona gaping Xudo rahmat qilsin, meni otam Muhammad Shafiy Ismoilni aytgan hakimona bir gapiga o'xshaydi. Bir odam dasturxonning tepasida gaplashib o'tirib o'g'illari bilan joni chiqib ketdi dedi. O'g'illari yosh bolalar, yosh yigitlar odamni o'lishini ko'rmagan, odatda o'sha otasini bunaqa holatni birinchi marta ko'rishi, otam hushidan ketib qoldi shekilli deb o'ylab turib doktorga borib, doktorni olib keltirganda yo'lda otamiz bir chiroyli biz bilan dasturxon tepasida gapirib o'tiruvdilar. Hech bunaqangi vasiyat ham yo'q edi, o'laman degan gap ham yo'q edi. O'zlaridan o'zlari indamay qoldilar. Nima bo'ldi ekan? Bir borib ko'rasizmi debdi. Ha, doktor ham kelib, borib xulosasini ko'rib, keyin natijasini aytaman deb kelib, o'layotgan odamning ko'zini ochib, tomog'ini ushlab, yuragini eshitib ko'rib, doktorga aytgan bir gap bor ekan. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Hamma joylari butun debdi. To'g'ri, endi ozgina jonlari chiqib ketib qoldi dedi.
Sizni aytgan gapingiz ayni shuni o'zi emasmi deydi. O'g'lim hamma joyga salomatu Xudoni tanimadi degan gapingiz xuddi shuni o'zi deydi. Odamlar bilasizmi? Dunyoda qop-qora yurgan odam o'lgandan keyin chiroyli bo'lib ketadi. Bukri odam ham o'lgandan keyin oyoqlari cho'zilib, odobli bo'lib qoladi. Dunyoda birovlarga aziyat berib yurganlar o'lgandan keyin birovga aziyat ham berilmaydi. Ko'zi kamaygani yo'q, quloq kamaygani, hamma joyi butun illa bir narsa bor, tuf degan nafas chiqib ketgani uchun endi hech kim endi u. Bir daqiqa oldin kimnidir aziz farzandi edi, kimnidir yaxshi ko'rgan eri edi, kimnidir aziz otasi edi. Lekin endi hech kim emas endi u. Hammadan birinchi do'stlar uni ko'mishga ishqiboz bo'lib yuribdi deydi, dushmanlardan oldin. Nima uchun? O'sha ko'ziga ko'rinmas, o'sha puf degan nafas chiqib ketganligi uchun shunday bo'lib qoldi. O'sha siz bilan bizning nazarimizda namoz shunaqangi narsa bo'lib e'tiborsiz bo'lib turganini Xudoning nazdida farzand inson qilib turgan narsa o'sha. Odamni qatoriga qo'shib turgan narsa. Hazrat Ali ibn Tomining bir gapi bor, aytarganki, yaxshilikni sezish, ya'ni yaxshilikni qilib turib xursand bo'lish degan narsani Xudo taborak va taolo insonni hammasini jibillatiga, hammasini qiynatiga qo'yib qo'ygan. Xudo taolo jannat bilan do'zax yo'lini ajratib berib turib, eng katta fazli marhamati shuki, Xudo taolo uni ajratadigan jannat yo'li qaysi, do'zax yo'li qaysi ajratadigan aql ham bergan. Har inson, olimmi, johilmi, bunda hamma barobarga yomon ish qilganda ko'ngli xira bo'ladi, xafa bo'ladi o'zidan o'zi. Yaxshi ish qilganda xursand bo'ladi. O'xshatarkan, nafaqat bunda inson bunaqa qilib tayyorlab qo'ygan, balki hayvon ham yaxshi ishni qilganda xursand bo'lish, yomon ishni qilganda xafa bo'lish hayvonning tiynatida ham bor. Mishiqqa bir go'shti bering, bir parcha go'shti bering deydi. Agar sizni qo'lingizdan olsa, o'sha yoningizda o'tirib xotirjam hali go'shti yuradi deydi. Ammo shu go'shti oshxonadan o'g'irlab chiqsa bormi? Uzoqroqqa olib borib, tez-tez yeyish harakatini qiladi. Yomon ishni qilib turib o'sha xafa bo'lyapsizmi? Yaxshi ish qilganda o'zini haqqi shu deb turib xotirjam o'tiryapsizmi? Vaqtiki inson ibodat qilibki, yaxshi ish namoz o'qib turibki xursand bo'la olmayapsizmi? Biling endi insoniyatdan ham chiqib ketdi endi. Hayvonlik tabaqasidan o'tib ketib qoldi deydi. Hazrat Muhammad Taqi Usmon aytadilarki, bir vaqtlari Shveysariyada yurgan vaqtida kofirlar o'zini otasini qarilarning uylariga olib borib yotkizib qo'ygan vaqtida badbaxtga kofirda, kofirlik shuna yomon narsa deb o'zini yupatib qo'yardim deydi. Lekin musulmon davlatlarda, musulmon yurtlarida ham otalarini olib borib qo'ygan odamlarni eshitib, o'zim og'zidan eshitganim bittasi deydi. Qarilarning uyida boshliq bo'lib turgan odam meni oldimga kelib bir masalani so'rab ketdi. Hazrat, bir masala bor, so'ramoqchiman. Siz taniydigan katta martabali odamlardan bittasini otasi meni qo'limda turardi. Shu odamning otasi o'lib qoldi dedi. Qo'limda telefonim borligi uchun telefon qilib otangiz o'tib qoldilar ham. Afsus, otam o'tdilarmi? Haydi telefonni qo'yib qo'ydi. 5 minut 10 minutdan keyin telefon qilib, otamni ko'mib kasallarga pullarni sarf qiling, gap yo'q, pulim o'zim ertadan obod qilib yuboraman dedi. Bundan mendan so'rayotgan narsasi nima uchun? Taqdir u kofir shu odam desangiz, bu odam musulmon-ku debdi. Musulmon nima uchun shunaqangi otasini xor qiladigan bo'ldi? deb mendan so'rab ketdi. Men unga aytdim deydi. Xudo taoloning chiqargan bir qonuni bor. U qonun hargiz o'zgarmaydi. U qonun shuki, bu dunyoda odam o'ziga o'xshagan bir insonni xursand qilaman deb. O'ziga o'xshagan bir insonni xursand qilaman deb hadis bor bu to'g'risida. Qonundan Xudo taoloning qonunidan Janob Rasululloh xabar beradilar. Xudo taolo aytadi, la tabdila li kalimatillah deydi. Chiqargan qonunini hech kim o'zgartirmaydi deydi. Qarorni o'zgartirib, Xudoning odatini hech kim o'zgartirmaydi. Shu odat shu bizda. Inson o'ziga o'xshagan bir insonni, o'ziga o'xshagan bir maxluqni xursand qilaman deb. Shu ishni tepasida Xudo xursand bo'ladimi? Xudo xafa bo'ladimi degan gapni andishasini qilmasa, o'sha xursand qilmoqchi bo'lgan odamning qo'lida Xudo rasvo qilaman shu odamni deyapti. Kim bo'lishidan qat'iy xursand qilaman deb turib, shu odam mendan xursand bo'lsin, desayu, lekin Xudo shu ishni tepasida mendan rozi bo'ladimi deb Xudoning farmoniga nazar qilsam qilmasa, o'sha xursand qilmoqchi bo'lgan odamning qo'lida Xudo rasvo qilib dunyoda qiynayman degan. Taqi Usmon aytadilar, o'sha odamga takliflanmaydi deydi haligi qarilar ilmosizga. O'sha siz ko'rgan otalar ertalab bomdod vaqtida o'g'lini uyg'otishdan qo'rqmasdan qo'ya, yaxshidan olsin, uyg'otsam xafa bo'lmasin deb turib shularni andishasini qilgan otalar shular deydi. O'sha namozni tepasida o'g'ilni andishasini qildi-yu, chiroyli qilib aroqlarni qo'yib to'ylarga berdi, chunki mana odamlarning arog'ini ichib yurganman deb aytadi. O'g'ilni xalqni xursandchiligini e'tiborini qilgan, lekin Xudoning farmonini e'tiborini qilmagan uchun o'shalarning qo'lida Xudo uni rasvo qildi deydi. Xudoning bu bir o'zgarmas qonuni. Endi shu yerda aytadi, Taqiyusman aytadilarki, Xudo taborak va taolo o'zini ham, xotin bola chaqangni ham hammasini o'tdan saqlagan deganda biz yuqorida aytgandek, ayt ularga ro'mol o'raydigan bo'lsin degan edi deydi. Bilasizmi? Dunyoda lazzatni inson ikkita narsadan topadi. Inson bir lazzatni ayol bilan topsa, ikkinchi lazzatni mol dunyo bilan topadi. Lekin qiynalib topadigan mol dunyoga bo'lgan muhabbat
moli dunyoni saqlashlik, moli dunyoni e'zoz qilishlikning uslublarini bilasizmi? Qanaqa uslublar bor? Oddiy kambag'al odam ham moli dunyoni saqlashlik uslubidan eng birinchi tabaqasi nima bo'ladi? E'tibori ro'bara kelgan cho'ntakka emas, ichki cho'ntakka qo'yishdan boshlaydi. Moli dunyoni saqlashlik qismlaridan yana biri shunaqasi bo'ladiki, uyingizda kattaroq sandiq bo'ladi. U sandiqda bolalarning qishki kiyimlari saqlanadi. Unga hatto ichidagi narsani qadr-qiymati yo'qligi uchun qulf ham qo'yilmaydi. Undan tashqari yana bir kichkinagina sandiqcha bo'ladi. Naqshinkor qilib qo'yib ishlangan bo'ladi. O'zi kichkinagina bo'ladi. Ichiga bir kiloni sig'maydi uni. Ammo uning ichida asosiy tillolar, asosiy dollarlar ichida turganligi uchun unga bo'lgan e'tiborni bilasizmi? Bir uzoqroq safarga ketib turganda ham oxiri xayrlashgan narsasi uyda o'sha sandiqchasi bo'ladi. Bir joydan safardan keladigan bo'lsa ham ayasi bilan otasini oldiga kirishdan oldin birinchi kirib turib sandiqchani ko'rib qo'yadi deydi. Joyda turgan bo'lsa keyin xotirjam turib ayasi bilan dadasidan keyin salomlashib qoladi. Odamlar moli dunyoni saqlay turganda ro'paraki ham bankka qo'ymasdan deydi tafsirman. Uzoqroq yurtlarda, millatlar aro, mamlakatlar aro u yerda urushlar e'lon qilinmaydigan Shveysariyaga o'xshagan joylarga olib borib banklarda pulni saqlaydi. Uzoqroq joyga safar qilib ketayotgan vaqtida yonimda pul olib ketsam, o'g'ri urib ketmasligini buni perevod qilib yuboradi. Yo'qsa banklar orqali uni jo'natib boradigan bo'lsa, kodlarini yozib olib ketishdan ham qo'rqib, shu qog'ozdagi kodni ham bir o'qib olmaslik, kodni iloji boricha tafsilotlari yozib miyasini saqlab ketadi. Moli dunyoga shunchalik e'tibor bilan qaralib turgan vaqtida shu moli dunyoni kim uchun qilyapti desangiz, qizimga yaxshi kiygizay, xotinimni ko'nglini olay deb qilyapti. Ma'lum bo'ldiki, xotinning qizni qadr-qiymati moldan ko'ra ancha yuqoriroq ekan deydi. Shunchalik moli dunyoni e'tibori qiz bilan xotinning oldida past bo'lsa, e'tibor bunga shunchalik bo'lsa, afsuski musulmonning xotini bozorga chiqishdan yurtdi, eshigini taqillashidan birinchi bo'lib xotini keling pochchadagi chiqyapti. Unga umuman e'tibor Xudo taoloning qonuni bor, yana bitta qonuni. Nima narsani qadr-qiymat balandroq bo'lsa, uni yana ham maxfiroq qilib saqlaydi. Tillar qadr-qiymat balandroq bo'lgani uchun uni adresini ham birov topolmaydi. U qayerlarda saqlanishini Xudo uni biladi xolos. Saqlanadigan joyini inson bir ilm bilan topib borganda ham u ro'para kelgan joyda topilmasa, u toshlar orasida aralashib qumlar bilan saqlanadi. Ammo g'ish bilan tosh qayerda bosib topib ko'chalarda yotibdi. Yo, masalan, birlashlar dengizlarning tagida bo'ladi. Ammo hashar ko'paklar, qo'zi po'choq, karam po'choq hammasi dengiz tepasida so'qillarda aylanib yuraveradi. Qadr-qiymati borligi uchun Xudo taolo ko'zlardan maxfiy qilib uni saqlaydi. Demak, ayollar uni shunday tahqir deb o'zlariga qabul qilmasinlar deydi. Ey, ko'chaga chiqmay uyda o'tirgan, birovga begona erkakka ko'rinmagan degan gapni aytsangiz, ular tahqir deb o'zlariga nisbatan hisoblamaslik kerak, balki fillar shunday deb qabul qilish kerakki, ey qizim, ey ayolim, sen men uchun tillardan da ko'ra qimmatroqsan. Sen men uchun birlardan da ko'ra qimmatroqsan, birovlarning ko'zidan maxfiy bo'lgan deyish kerak edi deydi. Nikoh o'qilib turgan vaqtida ayol kishidan so'ralib turgan bir og'iz gap bor. Siz o'zingizni ana shu erkakka nikohga baxshida qildingizmi? Tan mahramlikka rozi bo'ldingizmi? Xotin bo'lishga rozimisiz? degan gaplar bir og'iz gap bilan shuni nikohga bog'lamayapti. Lekin afsus deydi. Shu o'tirgan nikohda butun badanini, vujudini, borlig'ini, hayolotlarini hammasini erkakka bag'ishlagan ayol aytmayaptiki, nima uchun endi mana shu erkakka bag'ishlagan badanimni begonaga ko'rsatishim kerak demayapti. Bu erkak aytmaydi, nima uchun sen menga bag'ishlagan badaningni butun baxillarga ko'rsatib yursan degan gapni bu ham aytmayapti deydi. Xullas Xudo taborak va taoloning aytgan shu oyatning ostida Muhammad Taqi Usmoniyning shu bizga qilgan nasihatlari ana shulardan iborat edi. E'tiborlaring uchun rahmat, salomat bo'ling. Alloh taolo hammamizdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.